hozir sizlar bilan kaloriya haqida gaplashamiz. Kaloriya o'zi nima? Kaloriya bu biz tanamizga ko'p kirsa semirtiradigan, oz kirsa ozdiradigan narsa. Misol uchun bir kunda 1500 kaloriya norma qilib olsangiz, siz avtomatik ozasiz, chunki bu kaloriya defitsitligini hosil qilasiz degani. O'rtacha 1500 kaloriya norma. Kaloriya o'zi nimadan tashkil topadi? Kaloriya 3 ta narsadan tashkil topadi. Bu oqsil, uglevod va yog'. 1 gram oqsilda 4 kaloriya bor, 1 gram uglevodda 4 kaloriya va 1 gram yog'da esa 9 kaloriya bor. Ko'rinib turibdiki, yog'da ko'proq kaloriya bo'ladi. Shuning uchun yog'li mahsulotlar yeyishdan biz iloji boricha qochishimiz kerak. Oqsilli mahsulotlar yesak, bu tanamizni to'q tutadi. Lekin oqsilli mahsulotlar yaxshi bizga tanamizga so'rilishi uchun C vitamini bilan yeyishimiz kerak. Misol uchun unga limon siqib, limon qo'shib yoki ko'katlar qo'shib yesak, ko'katlarda, sabzavotlarda C vitamini ko'proq bo'ladi. Oqsilli mahsulotlar nimaligini esa ko'pchiligimiz bilamiz.